Hello guys, bu скорее всего YouTube'ga mani birinchi videom bo'ladi va hozir yaqinda uyg'onib qarasam, Erasmus studentlari tomonidan hiking uyushtirilayotgan ekan, ya'ni boshqa regionga hikingga ketamiz. And wish me luck. Hozir bir necha narsalarni qanaqa tayyorlanayotganini va boshqa narsalarni ko'rsatib o'taman. Eng birinchi bo'lib yuvinib chiqdim. Endi sochim quritib, skincare qilib, narsalarimni olib yo'lga chiqamiz. Hop, sochimni yuvib quritib oldim. Endi skincare qilamiz. Chestna hamma so'raydi, qanaqa produkt ishlatasiz? Men yuvinganimda yuzimni men bu bilan yuvib chiqaman hozir. Bu yerda tonik bor. Mana shu tonik bilan boshida yuzimni artib olaman. Paxta bilan. Boshida ozroq paxta olasiz va tonikni xullas shunaqa qilasiz. Men o'zbek maktabda o'qimaganman va o'shanga o'zbek tilini uncha yaxshi bilmayman. Yuzimizni artib oldik. Endi bu yerda ikkita krem bor. Buni yotishdan oldin va buni kunduz kuni ertalab, bu kunduz kuni uchun, bu yotganda. Primerda mana shuncha yetadi. Hop, skincare qilib bo'ldik. Hozir rezultat. Kiyinamiz. Hop, men yo'limga nima olaman? Ananas, chunki bu kabi snack o'tirib bu yerda o'tirib dam olganimizda. Lunchbox, ikkita sirok, shoper, chunki qaytishda magazinga kirib o'taman. Va обычный suv, chunki hiking qilganda, конечно, chanqiysiz. Va kipitok, chunki bugun havo salqinroq olaman. Hop, shu narsalarni oldim. Hozir ryukzakka solib yo'lga chiqamiz. Guys, men tayyorman. Endi ketsak bo'ladi. Ketdim. Hop, guys, ketdik. Origa qatnashga keldim. Endi station topib olish kerak. Прикиньте, shunaqa katta торговый sentrda bitta hojatxona bor. U hojatxona ham только наличие pul bilan kirsa bo'ladi. Men bu yerda yangi kelgan studentman. Menda, конечно, наличие pul davno qolmagan. Chunki bu 3-oyim. Endi nima qilaman bilmayman. Rimga keldim. Endi men zapecheniya olishim kerak, keyin kofe topib, sразу kofe olishim kerak. Hop, nima oldim? Bu yerda qanaqadir pekarnya, ikkita молоколи va bu yerda klassический kurson. Короче, men traindaman. Terlab ketdim. Chunki hojatxona nimada ekan? Hop, poyezdga qanaqa ulgurdim? Yugurdim, bilmayman deb birinchi marta kelishim. Hattan qaysi poyezdga menish? Bu yerda 10 tacha poyezd bor edi. O'shanga hech nimani videoga ola olmadim va bitta qizdan yordamlanib tavakkal qilib mindim. Keyin mingandan so'ng bu yerdagi odamlardan so'radim, to'g'ri minganmanmi deb. Biletimni ko'rib aytishdi-da, to'g'ri mingansiz deb. Shunaqa qilib ulgurib qoldim va minib o'tirganimdan so'ng 2 minutdan keyin haydadi. Agar men yugurmay, harakat qilmasam, по-любому ulgurmasdim. Shuncha narsa tayyorlaganman. Lunchbox,
Типа кофе, Rimga kirib hamma narsa kiyinganman, sochimni yuvganman, skincare qilganman, shuncha vaqt tayyorlanib, poyezdga ham bilet olib qolib ketsam, это realda. Endi sheriklar ham topib olishim kerak, ular ham poyezdda. Men bilmadim qayerda o'tirishibdi. Xullas guys, spotda qabristonmi shunaqa narsalar bor, ya'ni qabrlar bor, lekin ichkarigacha kirib ketmagan va juda chiroyli joylar ekan. Вроде O'zbekistondagi Botanic Gardenga o'xshaydi. No, Botanic Garden'da только daraxtlar bo'lsa, bu yerda nafaqat daraxtlar va archa juda va havosi ham juda toza. To'g'risini aytsam, hiking nimaligini aniq bilmayman. Tipa hill bo'yicha hillga tepalikka chiqish deb o'ylayman. No, tipa angliyskiy o'rganganda hiking nimaligini примерно bilganman, no hech qachon experience qilib ko'rmaganman. Hozir yo'lga chiqyapmiz. Qayergadir boramiz, bilmadim, lekin tabiat juda chiroyli va havo juda toza. Hozir discussion qildik, to что qayerga boryapmiz. Qanaqadir xavfli joyga boryapmiz shekilli, chunki tipa omon-sog' qaytib kelsak bo'ldi deyishyapti. But the view is really cool. It's kind of sunny. Hop. Men bu yerda literally was a restaurant. Trenni o'tkazib yuborish bilan riskni qildim. Orikoga hojatxonaga borib kelishga. Bu yerda hojatxona bor ekan. Sizlarga ham maslahat, qayergadir kecha qotayotganinglarda riskni qilmanglar. Oldinglarda olib qarish mumkin. Going viral. Yeah. Bu ayol, ya'ni o'ngdagi ayol nimalar? Yoshi kattaroq, ular juda cheerfullar, ya'ni o'zlarining energetikasi bor va men bilan ko'proq to'lqinyaptilar va bu juda приятно, честно. I'm literally obsessed. Va bu yerda ikkita Hindistondan magistrda o'qib yurgan studentlar bor va bitta men bilan ko'p общаться qilayotgan ayollar nimadan, USAdan va bitta latviyalik qiz. Orqada latviyalik bolalar. Men bitta o'zbekman. Guys, hold this time. Bu narsa dangerous ekan. Ya'ni xavfli ekan. Men buni hozir bilyapman. Excuse me. O'rmon xavfli hudud va bu yerda animal attack bo'lishi mumkin ekan, va допустим, bo'rilar yoki ayiqlar ayniqsa. Va buni men hozir bilyapman. Orqadagi bolalar video olyapti, to что back, ya'ni orqaga 3 qayta olasizmi deb savol berishyapti hammaga. To'kush cho, nimaga men buni hozir bilyapman? Guys, agar bu o'rmondan omon-sog' orqaga qaytib olsam, bu vlog YouTube'ga chiqadi. All right. Hi, I'm Becky from Latvia, and we're getting ready to go into Chamedi Bog. I think we'll all come out alive, but you never know. We're going to be walking on small wooden planks through a swamp. On either side, it looks like it's just moss, maybe a little bit of small trees. If you actually stepped onto it, thousands of feet of swamp water. Wow. Sink down. Oh my god. They would never find you. So stay on the path. Okay, I'm gonna like walk near you. I hope I can. I'm being dramatic, but Yes.
That's when I walk, I'm thinking like, wow, this isn't solid ground. It's a swamp, and you'll sink down. But we'll save you if you fall in. You won't sink. Guys, I'm literally shocked, but all this time, how am I supposed to know all this thing? Like, how? Let's go. Oh! Do you wanna? Wait. Xullas guys, mana shu paz bo'yicha ketamiz ekan. Agar bu pazdan fall off qilib qolsangiz, ya'ni tushib ketsangiz, yonida, ya'ni bu tarafga yoki bu tarafga tushib ketsangiz, chuqur bo'lishi mumkin. Agar siz botishga tushib ketsangiz, sizni tortib ketadi ichiga. Agar tushib ketsangiz, hech kim sizni qutqara olmasa, prosta o'lib ketasiz. Nimaga buncha g'alati bo'tdagi o'tlar? Juda g'alati, qanaqa tabiat bu? Qatlaga kelib qoldim. Juda g'alati, juda. Hozir ko'rdinglarmi? Boshqa zonaga tushib qolgandek. Tipa umuman boshqa mansionga tushib qoldik. Tipa umuman boshqa tabiat, umuman boshqa dunyo, umuman boshqa, like juda g'alati, ko'ryapsizlarmi? Agar Latviyaga o'qishga kelsanglar, Latviyaga kelsanglar va bo'sh kuninglar bo'lsa, men sizlarga maslahat beraman. Bu yerlarga kelib hayp qilishni. Guys, qaranglar, shunaqa chiroyli manzara. Bro, what did you see? Like, were you about lions? Guys, there's a crocodile. And? Snakes? No, you were about lions. And I came like, excuse me? Even humans can survive here. How lions can survive here? No, don't test it. Qaranglar, shunaqa chiroyli manzara. Men qayerdaman? Men heavendaman. Yes. I already made it to Europe, bro. Isn't it heaven? What do you think? Incredibly fucking beautiful. Like, you are in Latvia. You have to. You are supposed to. You must come this place. I'll leave the location in the bio, so you can find it out if you're already in Latvia and you can visit here. Bugun quyosh chiqmaslik kerak edi o'zi. No, quyosh. Anu. Xudo meni nimalarim eshitdi. Bilin, qarochi o'sha narsalarimni eshitdi, prayerlarimni eshitdi va quyosh chiqdi. Juda yaxshi ko'raman tabiatni. Ayniqsa bulutlarni. Yes. Ayniqsa bulutlarni. Eng yaxshi ko'rgan narsam tabiatda bu bulutlar. Men quyosh chiqishi, quyosh botishi, oy, osmon larni yaxshi ko'raman, tabiatni yaxshi ko'raman va eng yaxshi ko'rgan narsam bu bulutlar. Hozir men botga chiqamiz. Men botga. И отда, скорее всего, lunch break qilsa kerak. No. Let's go. Oh, just stop. Oh my. Люди. Odamda haqiqatga kelib qoldim. Nima buncha chiroyli? Oh my god. Why is this so beautiful? Yeah, I have vibrant back. Much adrenaline inside of yourself. It's actually Biz hozir lunch break qildik. Endi yana yo'lga tushdik. Men bir nimani bildim, to что 3 dan birini bosib o'tibmiz hali yo'limizni. Mo'ylam уже почти bo'ldi deb. No way. Bir nimadan qo'rqyapmiz, to что quyosh chiqqani bilan havo bu yoqdan yomg'irli
bulutlar kelyapti. Yomg'ir yog'ishidan qo'rqamiz. Guys, ko'ryapsizlarmi? Juda chiroyli bulutlar. Ikki qavat bulutlar bor. Bittasi уже tez harakatlanyapti, yana bittasi teparoqda. Va bunaqa bulutlarni umrimda birinchi marta ko'rishim va bu juda chiroyli. You should come to Latvia to study. Bu juda chiroyli joy, juda chiroyli. No, qanaqa boshqa davlatga borish mumkin? Qanaqa boshqa davlatga borish mumkin? Bu yerda hamma odam rus tilini biladi. Tabiati chiroyli, shunaqa chiroyli joylari bor. Umringlarda даже televizor va internetda ham ko'rmagansizlar bunaqa joylarni. Qanaqa qilib Latviyaga kelmaslik mumkin o'qishga? Qanaqa boshqa davlatga borish mumkin? Hamma narsa arzon, ekonomikasi pastroq bo'lgani uchun, boshqa Yevropadagi davlatlardan ekonomikasi pastroq bo'lgani uchun hamma narsa arzon. Prosta bu yerga kelib o'qish kerak. Boshida boshlaganimizda chiroyli quyosh bor edi. Quyoshni hozir ko'rsatgan bulutlar to'sib qo'ydi va yomg'ir yog'ishidan qo'rqamiz, chunki ko'p odam raincoat olib chiqmagan va bulut quyoshni to'sib qo'yganini hisobga olsak, mana bu biz yurayotgan track ikkita dumaloq, ikkita aylana bor ekan, kichkina va katta. O'zi katta aylanada 3 kilometr aylangan, 3 kilometr yurganmiz. O'rmongacha yana 1-2 kilometr va o'rmondan poyezdgacha, o'rmondan parkovkagacha yana qanchadir yurish kerak va parkovkadan avtobusga ketib olamiz. Bu degani ancha kilometr yuramiz degani. Videoning oxirida nimani ko'rsataman, qancha shakach qilganlarimizni oxirida bilib olsangiz bo'ladi. Bunda yurib sezmay qolman, o'sha o'rmonga kelamiz, ko'rsatmoqchi edim kelayotgan paytlarimizni. See? Yeah. Mana nihoyat yetib keldik o'rmonga. Endi bu yerdan parkovkaga yetib olamiz. Parkovkadan, ya'ni car parkingdan nimaga? Avtobus stansiyasiga. Qaranglar, qanaqa chiroyli. How it's possible to study in another country when there is Latvia. Hozir quyosh chiqdi, yana o'rmonga fayz kirdi. Bu yerda tanishim bo'lmagani uchun, eski do'stim bo'lmagani uchun ulardan so'ramadim, rasmga olib qo'y deb. O'shanga juda kam rasmga tushdim. Noxacha blok oldim YouTube'ga. O'rmondan chiqib oldik. U yoqda parkovka. U yoqda уже hamma narsa safe. Va botqonlikdan va o'rmondan omonlik chiqib oldik. Have a lot more energy now. Woo, let's start the hike now. You've gotten energy a little better. Survived the cold and the almost rain. Basically parkovkadan train stationga boramiz. Soat hozir 7:30 va 3:30dan 7:30gacha hiking qildik va nihoyat train stationga yetib keldik. U anarda train station Camber degan. O'tdan men Rigaga yetib olaman. Keyin 3-avtobusda kvartiramga. This is the end of my journey.